Mava 9600 koyluq mashina. O'zimizga 9600 koyluq 30 ga pulga judurup qo'ydik. 2015 ikkinchi oyning mashinasi. Shingyan boshdan kelar yili ikkinchi og'ich ba. O'zingni bilib foyda bersangiz bo'ldi. Sizdan xot mashina, Jinko mashina jima mava davlatimizning go'cha mashinasi emas. Lino deb qo'yamiz. Ko'pinchangni bilasizlar, ko'pinchangni bilmaysizlar markani. Mashina sizdan xot to'nchang. Mashinada urib soqalgan sudqaga o'tko'ga vaqa tarix yo'q. Mashinaning nusxasi intayin chiroyli. Sil talab qilgan iqtidorningki hammasi bor mashinada. Mashinaning bir aybi bor. Men oldining chillari. Men azroq uchib ketibdi. Ana bir 70-80 ga pul burada o'zingni elib selaversangiz bo'ldi. Yoki men elib seppasammi bo'ladi. 9630 ko'yliq mashina. Shingyan boshdan to'liq mashina yamaraq yangi. O'zingni bilib foyda bersiljiman mashinaga. Yo'qon besitonlar. Yukonsiz aş alma tilpindek bir mashina ekan. Jinko mashina mana turdoshlar. Ko'rsangiz bo'ldi. Ichi xeynishi. Siz talab qilgan ixtiyorning hammasi bajima. Aqsim ko'rsatdim. Mashinning menish turishi beksaz. Peylansi 2.0 el motor chiqdi. Nissan Shawkonigidek motor bajima, Nissan Shawkon motor chiqdi. Mana hozir motorni birlikda ko'ramiz. $15,000 satsak seti tutuq. Ben motorunu ko'ranglar mashinaniki. Zavod holatda. Yangi olan müdarak o'z bo'la. Jub tazlab qo'ymadik. Oldi kapat o'zining yo'njang BMW'lardan tatib ba. Aldım o'zim puti yo'nban almash deydigan narsa yo'q. Motorni jumudim, tozlamadim. Tepsili yan bir ko'rsatib motorni. Ma tümini bildiganlar fikr qilinglar. Ma bilmaydigan to'rdoshlar avar qilmanglar. Bundan burun bir mashinaning bishikkinada bopi qilib baqqan, buzib baqqan. Tümini bildiganlar fikr qilsangiz bo'ldi. Mashina mayın jiqib ketmaydi. Jinko mashina. Yangisining pulisi ayni vaqtda 2.000 ga taqab yo'lga chiqqan mashina. 2015 ikkinchi oyning mashinasi. 9600 ko'yliq mashina 30 ga pul judurup qo'ydim. Bo'lak chiqimi yo'q. Kirasi 2000 ga chiqadi Shinjonga. O'zingni bilib foyda bersangiz bo'ldi jima. Turdoshlar, men mashina nargizman sizlarga ya 14.000 ga ya 15.000 ga demadim. Ehtiyojingiz bo'lib qolsa fikr qilinglar. Davomli qo'yda bas muvaffaq parkiz mashina olganlar men bilan aloqalassangiz bo'ldi. Qo'limizda 50-60 tal mashina bor. Kunda bishikkidan işte zopin tatib satamaz. Hemmini bir chiqirib qo'ygan bo'lmaydi. Men shu mayli 10.000 ko'yliq mashina bo'lsin, mayli 50.000 ko'yliq mashina bo'lsin. İşte tepsili hammaning aniq ko'rsatib, sizlarga tushuntirib sataman. Chunki bishmachak sharag'adan pidepaq oldi. Ehtiyojingiz bo'lsa men bilan aloqa qilishinglar qo'llab berganlik rahmat.